Men bu Instagram stilida o'tirgan paytimda bir qiziqarli multfilm rekomendatsiyamdan chiqib qoldi. Meni ismim Michael Kubian yoki oddiy Kub deb chaqirishingiz mumkin. Bugun esa bolalar do'pposlashgandi. Meni galbar, omadsiz beysbolchi deyishdi. Ana shunaqa. Ushbu multfilmga men qiziqib qoldim va qidirib topib, uni boshdan oxirigacha ko'rib chiqdim. Juda ham qiziqarli syujetga ega multfilm ekan. Xo'sh, bu multfilmda nimalar bo'ladi? Multfilmni boshida bir ayol bolasini mehribonlik uyiga tashlab ketayotganini ko'rsatishadi. Bu bolani mehribonlik uyi asrab oladi. U yerda katta bo'lgan bolaning ismi Luis. U multfilmning bosh qahramoni. Luis ixtirochilikka juda qiziqadi, lekin ko'pincha uning ixtirolari pand beradi. Shu sababli uni asrab olishga kelgan oilalar uni ma'qul ko'rmaydi. Bu esa Luisni yanada yolg'iz qiladi. U o'zini hech kimga keraksizdek his qila boshlaydi. Ammo bir kuni unga bir g'oya keladi. Odamlarning xotirasini tiklovchi uskuna yaratmoqchi bo'ladi. Bu uskuna orqali u onasini tashqi ko'rinishini eslab uni topmoqchi bo'ladi. Luis o'z ixtirosini uzoq muddat davomida yaratadi va uni taqdim etayotgan paytda Wilbur ismli bola kelib qoladi. Wilbur o'zini kelajakdan ekanini aytadi va Luisni hayoti xavf ostida ekanligini tushuntiradi. Unga vaziyatni yana to'liqroq his qilishi va tushunishi uchun vaqt mashinasiga o'tirib ular kelajakka yo'l olishadi. Multfilmni to'lig'i juda ham qiziqarli. Agar siz ham uni o'zbek tilida ko'rmoqchi bo'lsangiz, men uni mana bu yerda chiqib turgan Telegram kanalimga tashlab qo'ydim, o'tib ko'rishingiz mumkin. Videoga like bosib qo'ying, profilimda bundan ham qiziqarli videolar to'la yotibdi.